04-12-2022 2022-yil 4-dekabrda matematika fanidan bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonidagi 40-savol yechimini ko'rib chiqamiz. Rasmda f at x parabola va j at x to'g'ri chiziq grafiklar tasvirlangan. -2, 0 va x0, y0 nuqtalar parabola va to'g'ri chiziq kesishgan nuqtalar bo'lsa, xo'p, A savolda x0y plus y0y yig'indini hisoblang, bo'yalgan soha yuzini hisoblang deyapti. Xo'sh, nima qilamiz? Birinchi parabolani topolsak bo'lar ekan. 3 ta nuqtasi ma'lum-ku mana. Absissa o'qini -2, 0, ordinat, ya'ni absissani peshi 0, ordinatdan 0 -2 da kesyapti. Shu ordinatda, ya'ni y o'qini kesgani s bo'ladi-da, -2. Demak, f at x'imiz ax kvadrat plus bx minus necha bo'lar ekan? 2. S ma'lum. Endi -2 0 va 5 0 nuqta uchun yozadigan bo'lsak, -2 0 da kessa, x ga -2 ni qo'yamiz. -2 ning kvadrati, demak 4a minus 2b minus 2 teng 0. 5 0 da 5 ni qo'ysak, 25a plus 5 da b minus 2 teng 0. Xo'p, bu tenglikni 5 ga, ikkinchi tenglikni 2 ga ko'paytirib qo'shaman. Nima chiqadi? 5 ga ko'paytirsak 20, 2 ga ko'paytirsam 50. 70a minus 5 kerak 10, bunisi 4 qo'shsak -14 mi? Teng 0. Demak, a teng bo'lar ekan 1 taqsim nechaga? 5 ga. B-chi? Birinchi tenglikka qo'ysak, birinchi tenglikka qo'yadigan bo'lsak, 4 a ning joyiga 1 taqsim 5 mi? -2b minus 2 teng 0. 2 ga bo'lamiz hammasini. Bu yerda 2 taqsim 5 qoladi. Minus b 1 teng 0. B teng bo'lar ekan 2 taqsim 5 minus 1 ga. Necha bo'ladi? Minus 3 taqsim 5 mi? Demak, parabolaning ko'rinishini topdik. F at x teng a ning joyiga 1 taqsim 5 x kvadrat, b ning joyiga minus 3 taqsim 5 x, s ma'lum edi, minus 2. Ana endi to'g'ri chiziq kerak bizga, j at x. To'g'ri chizig'imiz -2 0 dan o'tyapti va 0 1/2 dan o'tyapti. Y o'qini kesyapti mana 1/2 da. Demak, to'g'ri chiziq y o'qini kesgan vaqtda u L bo'ladi mana bu yerdagi. Demak, j at x'imiz ham sal ma'lum ekan. Kx L necha bo'lar ekan? 1/2. Ana endi to'g'ri chizig'imiz -2 0 dan o'tyapti. Demak, absissasiga x ga -2 ni qo'ysak, -2 ta k qo'shilgan 1/2 teng 0. K teng bo'lar ekan 0/6 ga. Demak, j at x ning ham ko'rinishini topdik. 0/6 x tak plus 1/2 bo'ldi. Ana endi ikkalasining kesishgan nuqtasi x0 va y0 kerak bizga. Xo'p, ikkalasi kesishadi desa, shuni pastga yozib olaylik. F at x qaysi ko'rinishda bo'ldi? F at x'imiz mana 1 taqsim 5x kvadrat minus 3 taqsim 5x 1 taqsim 5x kvadrat minus 3 taqsim 5x minus 2. J at x'imizchi? J at x'imiz 0/6x plus 1/2 bo'ldi. Endi ikkalasining kesishgan nuqtasi x0, y0 degani ikkalasining kesishgan nuqtasini topamiz. Ikkalasi kesishi uchun qiymatlari teng bo'lishi kerak. Yozamiz. 1 taqsim 5x kvadrat minus 3 taqsim 5x minus 2 teng. Mana buni bunday yozsak ham bo'ladi-ku. 0/6 degani 3 taqsim 5 mi? 1/2 degani 6 taqsim 5 da. Shuni tenglayman 3 taqsim 5x plus 6 taqsim 5 ga. 5 ga ko'paytirsam, tenglikning ikkala tomonini 3x minus 10, bu yerda 3x plus 6 qoladi. X kvadrat minus 6x minus 16 teng 0. Xo'p, x bir 2 nima chiqadi? Yig'indisi 6, ko'paytmasi minus 16. 8 bilan necha ekan? Minus 2. Endi
Y nima chiqadi? 8 ni qo'yamiz. Mana bunga qo'yaylik. 8 ni qo'ysak necha chiqadi bu? 8 ni qo'ysak 3 kere 8 24. 24 ga 6 qo'shiladi-da. 24 ga 6 qo'shilsa 30 ni 5 ga bo'lsak 6 ekan. -2 ni qo'ysamchi? -2 ni qo'ysak 0 da. Xo'p, o'zi ikkalasining kesish nuqtasi demak qaysi bo'ldi? 8 u 6 bo'layapti mana bu yerda. Keyin -2 u 0. Mana. Xo'p, -2 0 o'zi bor ikkalasining kesish nuqtasi mana bu yer. Mana. Endi bizga keyingisi mana bu nuqta kerak-da. x0 y0. Buni topdik biz. Ikkita nuqtada kesishdi-ku. 8 u 6 -2 0. Buni olmaymiz. Bizga mana bu 8 u 6 degani demak bu x nolavoy, mana bu nima ekan? Y nolavoy ekanda. Savolda x nolavoy plus y nolavoyni so'ragan edi. 8 plus 6 14 ekan. Savolning javobi 14. Keyingisi B. Bo'yalgan soha yuzini toping deyapti. Bo'yalgan soha yuzi. Demak, mana bo'yalgan soha yuzini topishim uchun nima qilamiz? Integral -2 dan ikkalasining kesish nuqtasi -2 dan nechagacha bo'ladi? X nolavoyimiz necha chiqdi bizda? 8 bo'ldimi? Demak, integral -2 dan 8 gacha yuqoridagi funksiyadan pastdagi funksiya ayriladi. Yuqoridagisi to'g'ri chiziq, pastdagisi parabola. Demak, to'g'ri chiziq bizda 3 taqsim 5 x plus 6 taqsim 5 dan ayiraman parabolani. -1 taqsim 5 x kvadrat bo'ladimi ayirsam? Bunga ham minus ta'sir qilsa plus 3 taqsim 5 x plus 2 dx. Mana shu bo'yalgan soha yuzi. Nima bo'ladi endi? -2 dan 8 gacha -1 taqsim 5 x kvadrat plus 6 x taqsim 5 bo'layaptimi? Plus 16 taqsim necha bo'lar ekan? 5. 6 taqsim 5 ga 2 ni qo'shsak. Dx. Boshlang'ichi nima chiqadi buning? X kub taqsim 3 bo'ladimi? Shunda minus x kub taqsim 3 bilan 5 15 bo'layapti. X kvadrat taqsim 2 bo'ladi. X kvadrat taqsim 2 bo'lsa, 2 bilan 6 qisqarsa 3x kvadrat taqsim necha qoladi? 5. Bunisi 16x taqsim necha bo'ladi? 5. Chegara -2 dan 8 gacha. Ana endi 8 ni qo'yamiz. 8 ni qo'ysak 8 ning kubi 512 taqsim 15 plus 8 ni qo'ysam 64, 64 kere 3 192 mi? Taqsim 5 plus 16 kere 8 128 taqsim 5 minus -2 ni qo'ysam bu ham manfiy chiqadi, yana plus bo'lar ekan. 8 taqsim yo'q. Minus, ya'ni o'rta minus bo'ladi-ku. Shunda mana bu minus ta'sir qilsa plus -2 ni qo'ygan vaqtim yana -8 bo'ladi. -8 taqsim 15 ekan. Keyingisi minus ta'sir qilsa minus kvadrat bo'lgani uchun minus chiqmaydi endi. -2 ning kvadrati 4, 3 kere 4 12 taqsim 5 minus yo'q, yana plus bo'lar ekan bu. Chunki minus ta'sir qilyapti. Minus ta'sir qilgandan keyin mana -2 ni qo'ysak -32 plus 32 bo'ladi. 32 taqsim 5. Xo'sh, menimcha xato qilmadim. Endi buni hisoblash kerak. Bu bilan mana bu -520 taqsim 15 plus qolganining mahraji 5 ekan. 192 ga 128 ni qo'shsak 10 ning 0 1 tilda 11 12 1 tilda 320 ekan. Keyin -12 taqsim 5 plus 32 taqsim 5. Mahraji 5 larni yozyapman demak, hisoblayapman. 32 minus 20. 32 minus 12 plus 20 minus 5 ga bo'lsak necha bo'ladi? 104 taqsim 3 qolar ekan. Bunisi 340 taqsim 5 bo'ldi.
-104 taqsim 3 qo'shilgan 5 ga bo'lsak necha bo'ladi? 68 mi? 3 mahraj bersak -104 plus 3 kere 8 20 204 ekan. Taqsim 3. Demak, yuzi 100 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan bo'yalgan soha yuzi. 100 taqsim 3. Xo'p, bu ham bo'ldi. A savoliga demak 14, B savoliga bo'yalgan soha yuzi 100 taqsim 3 ekan.